Hürmetli görürmenler, bugünkü dersimizde şeker mantısı hakkında to'xtalib o'tamiz. Bu yerda isim şekilde endi şeker bo'lsinmi, lekin bu yerdagi asos shifolik roliga ega bo'lgani yong'oqdan iborat. Yong'oqni ushoq to'g'rab, quruq qozonda qovurib, uning seriq postini va uning ochiqligini yo'q qilgandan keyin quyruq may, şeker bilen aralashtirib tügüp pişirip çıkımız. Endi şeker mantısı şerbetlik bo'lişi, lezzetlik bo'lişi, ko'rkamlik bo'lişi jihatdan boshqa mantı türlerinden farqli bo'ladi. Gerçi bununla go'sht ishlatmagan bo'lsakmi, buning quvvati go'shtdan ustun bo'lishga nomzod hisoblanadi. Şeker mantısınınki mesela qora şeker bilen etildiganlarım var. Köp kısmı ak şeker qo'shib etiladi. Bununki tabiati birinci derecede öyle issiq. Qo'shilgan xurishlar jihatdan quruq issiq deguvchilarmi bor. Qizil şeker qo'shib ishlatgan yoki etilgan şeker mantısınınki issiqligi bir qadar yuqori, hazm qilishi bir qadar qiyin bo'lsa-mu, lekin shifolik roli oq shakar bilan etilgan mantidan yuqori bo'ladi. Umuman shakar mantisini biz to'yish uchun emas, buningki shu bahni quvvatlash, nervini quvvatlash, ro'yini o'stirish, ko'nglini xushal qilish, bedende energiyani to'liqlash, şairane veya olmasa ilham karakterde ko'ngilni xush qilish jihatlerde qadimdan buyon bemorlarga avval qarab shu ehtiyojga asosan iste'mol qildiriladigan shifolik yemekliklerimizden biri. Şeker mantısınınki umumiy görünüşü, onun şekli, onundaki tefekkürge qaragan vaqtimizda bu aslida teyiplarda, shundaqla saraylarda, yuqori qatlamlarda ijod qilingan, iste'mol qilingan, keyinchi xalq ommasiga taqilib keng iste'mol qilinayotgan shifolik tamogimizdan iborat. Biroq yaqinqi yillardan buyon kuzatishimizda bütün yerlik yemekliklarga bo'lgan pozitsiyaga o'xshash kishilarda sirtda tomoqlanish, aldirashliqda astoydil tomoq tayyorlashdan qochish, qadimqi yerlik tomoqlarni etishda o'rinliq qilish, avlodlarga o'gitishda o'zini qochirish qatorliq yomon xahishlar mavjud. Albatta yomon ishlar oz bo'lsa-mu bütün jamiyatga vakillik qilgan darajada ko'ringanligi uchun biz bu yerda ularning ta'sirini cho'ngaytmaymiz, ularga e'lon qilib bermaymiz. Umuman ko'p qism kishilar yerlik tomoqlarni yaxshi ko'rdi, etishni biladi ve bilishi lazım. Bundan keyinmi shu tomoq turlarida yoshlarga bo'lgan tarbiyani kuchaytirish, uning shifolik rolini o'rgatish, 4 modda, 4 mizoj ta'limotini o'smirlarga singdirish, issiq sovuq orqali butun koinotni, insonlarni, dunyoni kuzatish odatini yetildirish uchun mantılardan, bu şeker mantısından ve başka yemekliklerimizden örnek ilip durup terbiyeleşine küçültüşümüz lazım. Bugünkü dersimiz müşagiç oldu. Hayır hoş.